Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Muzaffar Doniyev va siz har doimgidek meni kanalimdasiz. Ancha bo'ldi video qo'ymaganimga va kommentariyada ko'rdim. Juda ham ko'p odam yozyapti, video qo'y va har xil savollar. Buni ko'p sababi bor. Birinchisi, shamollab qoldim birozgina va ishdan bo'shashga vaqtim bo'lmadi. Ya'ni uyda video qilishga vaqtim bo'lmadi yoki mavzu bo'lmadi. Va nima haqida gapirib berishni ham bilmadim. Lekin bugun mavzu bor. Qiziqarli mavzu bo'lsa kerak, adashmasam. Chunki bunaqangi topilma kamdan kam odam ko'rsatadi va men tovuqxonamda bu narsani topdimda sizlar bilan ulashishga qaror qildim. Nimaga? Chunki bu narsa men uchun ham qiziq. U narsani 2-3 kundan beri saqlab turibman. Video qilaman deb va mana Xudoga shukr bugun nasib qilgan ekan. Bugun sizlar bilan ulashaman bu narsani. Bu narsani ko'rsatishdan oldin birinchi tovuqlarimni va bu yil ochirgan jo'jamni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Nimaga bitta tovuq jo'ja ochirdim? Chunki bugun ya'ni bu yil bitta bir dona jo'ja ochirdim, Brahma tovuqidan. Shu jarayonda, ya'ni tuxumga o'tkazish jarayonida 2-3 ta tovuqlarimni xamir turish berib, ya'ni og'irlik qildirib, 2-3 tasini o'ldirib ham qo'ydim. Ayrim xo'rozlarni sotdim. Kerak bo'lib qoldi, ya'ni kimgadir, ya'ni xo'roz ko'payib ketib qoldi tovuqlarim orasida. Va bitta Brahma xo'rozini qoldirdim. Xudo xolasa bugun o'sha sizlarga aytgan narsamni ko'rsatishdan oldin hozir sizlarga tovuqlarni ko'rsaman. Qani, ketdik. Ko'rib turganingizdek, hozir kech tushib qoldi O'zbekistonda. Shu sababdan mana tovuqlar ham katakda. Ovozim ham mujinito. Mana o'sha Brahma xo'rozi. Undan oldingi videolardagi xo'rozlar yo'q, chunki ular hammasi sotilgan, ketgan. Mana o'sha Brahma tovuq, ya'ni bir dona jo'ja ochib chiqqan tovuq shu bo'ladi. Katakdan ko'rsatadigan narsam yo'q, ya'ni bu yil katakni o'zgartirganim yo'q, vaqtim bo'lgani yo'q. Chunki boshqa yo'nalishga o'tkazyapman kanalni ham va bu biznesni ham, ya'ni tovuqdan qo'yga o'tyapman. O'sha sababli tovuqxonaga hali harakat qilayotganim yo'q. Mana o'sha Brahma tovuq ochib chiqqan jo'ja, ko'rib turibsiz, anchagina katta bo'lib qolgan. Buni ochganiga ham o'sha 1 oydan oshdi. 2 oycha ham bo'lib qoldi deyarli. Kommentariyada ko'rdim, jo'jalarni qanday qilib katta qilsa bo'ladi degan savol bor. O'shanga qisqacha javob aytib o'tib ketaman. Tovuq, ya'ni yangi ochgan jo'jaga maydalangan makka bering, suv bering. O'z vaqtida mana tashqariga chiqarib tursangiz, o'zi yaxshi katta bo'laveradi. Ya'ni onasidan tez ajratib qo'ymang yani. Bu katta bo'lgunigacha mana shu kichkina katakchada katta bo'lgan. Bugun katta o'sha tovuqlar turgan katakka o'tkazmoqchiman. Lekin bu hali hozircha xohlamayapti. Chunki o'rganib qolgan uyiga. Mana o'sha kichkintoy. Boshida meni yaxshi ko'rardi. Orqamdan ham yurardi. Katta bo'lib, aqli kirib, mendan qochadigan bo'lgan. Har qanday tovuq aql kirgandan keyin, katta bo'lgandan keyin egasidan qochishni boshlaydi. Agar siz yaxshi mehr bersangiz, qochmasligi ham mumkin. Biz hozir buni katta-kattaga joylashtiramiz. Tovuq bolasini meni qo'limda ko'rib asabiylashni boshladi. Tovuqlar reaksiyasini ko'rib xo'roz ham asabiylashni boshladi. Bugun buni mustaqil hayotga birinchi qadami. Mana yangi uy, yangi xonadon. Xo'roz asabda. Endi buni ertalab ko'ramiz holatini. O'ylaymanki, tovuqlar buni cho'qlab qo'yishmaydi, chunki onasi shu yerda. Endi aytganimdek, hozir sizlarga tovuqxonadan topgan narsamni ko'rsataman. Qani, ketdik. Mana o'sha bu oddiy tuxum. Bu oddiy hamma biladigan standart. Menda damashli, ya'ni o'sha tovuqlarim qo'ygan tuxum. Endi ikkinchisini ko'rsataman sizga. Cho'ntagimda sinmaydi. Tuxum. Farqini ko'ryapsizmi? Ikkalasi ham tovuqning tuxumi.
ikkalasiga ham tovuqxonadan olganman. Men buni ham tovuqxonadan oldim. Hayron qoldim, qaysi tovuq qo'ygan ekan buni endi. Bilmayman. Aniq qaysi tovuq qo'yganini. Yoshligimda eshitganman, xo'rozda tuxumi bo'ladi, kichkinagina deganda, ha, xo'roz ham tuxum qo'yadi. Endi bilmayman, buni xo'roz qo'yganmi, tovuq qo'yganmi, balki tovuq qo'ygan. Chunki xo'rozda tuxumdan bo'lmasa kerak. Bugun xudo xolasa mana shuni ichini ochamiz sizlar bilan birgalikda. Qani, buni ichidagi kabi oq, sariq, ya'ni o'sha tuxumning ichidagi narsalar bormi? Qani, boshlaymiz. Ketdik. Xo'sh, mana tarakiga qo'yib oldim buni. Farqini bilishingiz uchun yana bir marta ko'rsataman. Mana bu katta tovuq tuxum. Bu kichkina tuxum. Hozir buni ichini ochamiz. Qani, sen ketroq qilib. Xo'sh. Tayyormisiz? Kichkinagina bir kino qarang. Sindirilgan gemi. Avay. Cho'zmaylik. Boshlaymiz. Yorildi. Ardagi tuxumlarga o'xshab. Ichi chuqur sindi lekin. Ko'rinyaptimi? Mana terisi ham bor ekan. Va buni sekin yoramiz. Terisi qalin, oddiy tuxumga qaraganda terisi qalin. Qani, buni ichidan nima chiqar ekan? Qarang buni. Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'qmi? Ya'ni yana bitta teri, 2 qavat teri. 2 qavat teri va ichida suyuqlik. Oqni o'zi. Hoppa. Bu. Sarig'i yo'q. Ana. Bu oddiygina tuxumni oqi. Meni uyimdagilar ham hayron. To'g'risini aytsam, buni ichidan kichkinagina sarig'i bo'lsa ham kerak deb o'ylagandim, chunki chiqadi deb o'ylagandim. Ya'ni tuxum. Usti qoplangan, xuddi bedananing tuxumiga o'xshagan tuxum. Bilganingizdek, bedananing tuxumida ham sarig'i bo'ladi. Ya'ni o'sha urug'don jo'jaga aylanadigan tuxumdagi asosiy qism bu sarig'i hisoblanadi. Bunda yo'q. Ko'rdingiz? Hattoki sarig'idan bitta nuqta ham ko'rinmadi. Bu tovuqning kichkinagina tuxumchasi edi. To'g'risini aytsam, bu narsa o'zimga ham kutilmagan holat, ya'ni hayotimda birinchi marta bunaqangi tuxumga duch kelishim va ichidagi bunaqa holatda chiqishi, 2 qavat parda bilan qoplangan va ichida faqat oqi borligi men uchun ham bir yangilik bo'ldi. Umrimda bunaqa tovuqli tuxumni ko'rmaganman va faqat ichida faqat oqi bor tuxumni ko'rmagan. Mana sizlarning e'tiboringizga va havola qildim va o'zim ham bu narsani tekshirib ko'rdim. Va ko'pchilikda bor savollar bor. Ya'ni tuxum ko'paytirish, tovuq biznesiga qiziqqanlar, jo'ja ochirishga qiziqqanlar, jo'jalarni qanaqa qilib tez katta qilish haqida qiziqqanlar juda ham ko'p kommentariyada yozishyapti. Va bular faqat O'zbekistondan emas, chet davlatlar bor. Qo'shni davlatlar, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan yozishadi kommentariyamga. Sizlarga kattakon rahmat. Juda ham minnatdorman sizlardan. Ishda kanalimga bee'tibor emassizlar. Videolarim sizlarga ozgina bo'lsa ham foyda keltirayotganini bildiryapsizlar. Rahmat kattakon. Va shu o'rinda bir ikkita maslahatlarimni berib o'taman. Ya'ni nima? O'sha o'tgan yilgi va bu yilni yarim yillik hisobida qilingan tajriba, qilingan bir yangiliklarda o'zimdan kelib chiqqan holda yangiliklarni aytib o'taman va nima qilsangiz yaxshi, nima qilsangiz yomon degan bir rubrika qilib qo'yaman orasida. O'ylaymanki sizga yoqadi. Xo'sh,
Oxirgi marta o'qigan kommentariyalardan bittasi qanday qilib jo'jani tez katta qilsa bo'ladi. Ya'ni videoyim davomida ham aytib o'tdim va yana bir to'xtalib o'taman. Jo'jani ochilgandan keyin qanday qilib tez katta qilsa bo'ladi? Asosiysi jo'ja yeydigan narsasi maydalangan guruch, oqshoq. Ko'pchilik biladi yoki bo'lmasa maydalangan makka. Bu juda ham yaxshi. Makka nimasi yaxshi? Makka go'shtlarini, ya'ni tovuqlarni muskulini yaxshi rivojlantiradigan bir tabiiy mahsulot. Alloh tomonidan yaratilganda qarang, juda ham bir ajoyib narsa. Makka. Uni bering, suvini o'z vaqtida bering. Yetarli. Siz hech qanaqa bir dori, ukollar yo bir vitamindan qanaqadir vitaminlar berishingiz shart emas. Va mushuklardan, xo'rozlardan, begona tovuqlardan himoya qila olsangiz bo'ldi. Va oradagi vaqt o'tib jo'jangiz yetarlicha kattalikda o'zi nima deydi, sekin katta bo'laveradi. U narsani protsesni tezlashtira olmaysiz. Ya'ni qolgani Allohning qo'lida. Ikkinchi, tovuqlarga nima berish kerak qishda degan savollar bor. U savolning javobi undan oldingi videolarda ham ko'rsatganman, aytganman. 12 talik smes bor, suvda evitib beriladigan, mosh ichida har xil kepak, balobatlar aralashtirilgan 12 talik mahsulot bor. O'shalarni aralashtirib bering. Tovuqlaringizga, xo'rozlaringizga qishdan juda ham chiroyli chiqishadi va qish davomida sizga albatta tuxum qo'yiladi. Tuxum bilan chiqadi. Balki yozdagi kabi ko'p bo'lmas, lekin yetarlicha bo'ladi. Ya'ni oilangizga yetarli tuxumni ola olasiz. Sotuvga chiqishi kam bo'lishi mumkin. O'z ehtiyojingizga yetarlicha tuxum yetarlicha bo'ladi. Nimaga video qo'ymayapsiz? Yana video chiqaring degan obunachilar bor. Sizlarga kattakon rahmat. Yana bir bor. Buni sababini videoni boshida aytib o'tdim, yana bir marta takrorlab o'taman. Mazam bo'lmadi orada va ishdan orta olmadim. Buni oldindan video olishga harakat qildim, montaj cho'zilib ketdi. U yoqda uzilish, bu yoqda uzilish, ya'ni video o'zim xohlagan darajada sifatli chiqmadi va bu videoni bekor qilishga to'g'ri keldi. Va sizlardan bir maslahat olish niyatim bor edi. Bu kanalimni yo'nalishini o'zgartirmoqchiman. Xudo xohlasa, agar bir maslahat bersangiz, qaysi yo'nalishda kanal bo'lishini xohlaysiz? To'g'ri, ya'ni O'zbekistondagi boshqa kanallarga nisbatan o'xshatib kimdandir intervyu olib yoki bo'lmasam siyosat haqida boshqa bir videolarni ko'chirib bu yerga qo'yish niyatim yo'q. O'zbekistonda original bo'lgan, qanaqadir bir yo'nalishga ega bo'lgan kanalga aylantirmoqchiman. Bolalar yo'nalishidami yo bir boshqa yo'nalishdami, qanaqa yo'nalish sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bu menga juda ham qiziq. Ya'ni obunachilarim yana qanaqa yo'nalishdagi videolarga qiziqish men uchun juda ham qiziq va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Va keyinchalik bu kanal o'sha siz aytayotgan, siz ko'rsatayotgan, maslahat bergan yo'nalishga o'tib ketish ham ehtimoli bor. Sizlar bilan Muzaffar Doniyev va e'tiboringiz uchun juda ham e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Har doimgidek quchoqlab qolaman. Hozircha xayr.